Assalomu alaykum. Siz Oktobank AI TV ni tomosha qilyapsiz. Sun'iy intellekt texnologiyalar asosida yaratilgan bankning video axborot kanali. Bu yerda biz Oktobankning eng muhim yangiliklari va yutuqlari haqida so'zlab beramiz. Bugungi mavzu bank qanday qilib ishonchni mustahkamlayotgani va ochiqlik tamoyillarini rivojlantirayotgani haqida. Bu zamonaviy moliyaviy tizimning eng muhim asoslaridan biri. Hozir O'zbekiston bank sektori faol rivojlanmoqda, yangi texnologiyalar joriy etilmoqda. Xalqaro investorlar qiziqishi ortib bormoqda va ochiqlikning ahamiyati tobora kuchaymoqda. Oktobank bu o'zgarishlarga mos ravishda ish yuritmoqda. Zamonaviy xavfsizlik va nazorat standartlarini joriy etmoqda. Bankda ko'p bosqichli compliance tizimi amal qiladi. Bu mijozlarni tekshirish, operatsiyalarni real vaqtda kuzatish va xalqaro qoidalar hamda sanksiyalar talablariga rioya etishni o'z ichiga oladi. Bu mijoz mablag'larini himoya qiladi va huquqiy tavakkalchilikni kamaytiradi. Bundan tashqari, Oktobank xalqaro hamkorlikni ham faol rivojlantirmoqda. Bank SWIFT tizimi orqali chegaralararo pul o'tkazmalarini amalga oshiradi va ochiqlik hamda nazorat bo'yicha ilg'or xalqaro amaliyotlarni qo'llaydi. Bu mijozlar uchun katta ishonch, ko'proq imkoniyatlar va xalqaro standartlarga to'liq yechim demakdir. Oktobank shundan dalolat beradiki, zamonaviy bank faqat moliya emas, balki mas'uliyat hamdir. Ochiqlik, etika va ishonchlilik barqaror o'sishning asosiy ustunlari hisoblanadi. Siz Oktobank AI TV ni tomosha qildingiz. Biz bilan birga qoling va mamlakat bank tizimi kelajagini shakllantirayotgan eng muhim yangiliklardan xabardor bo'ling.